Assalomu alaykum Chorva Otabek kanali qadrli obunachilarimiz. Mana bugun haftaning seshanba kuni 17-mart sanasida turibmiz. Zarkentdan bo'zoqlarimiz tushdi. Ko'rishingiz mumkin. Mana 8 bosh. Mana ko'rishingiz mumkin bo'zoqlarimiz orqa boshlari, yemoq-ichmoqlariga bir hafta, yashir kasalligi 3 kun. Dehqon akalarimiz cho'chib berishdi, yashir ko'payib ketganiga yashirlar tuzal bo'ldi, xudo xolisa. Daj yo'qolib ham ketdi. Mana edirga boqama kuzgacha editda yetalab turib, kuzda pishib yemlaman deydigan variantidan bo'ylari 1.15 plus, 1.20 atrofida hammasini. Narxlari qanaqa aka bularni? Assalomu alaykum obunachilar. Assalomu alaykum bizni kuzatayotgan aka-uka opa-singillarimiz. 8 dona bo'sagimiz bor ba'da. Yaqin yo'lda qilib beraman. Hop. 8 tasi bir joyga bo'lsa 16 million 500 ming so'mdan. 8 tasi 16 million 500 mingdan. Ichida 15 milliondan boshlab bo'zaq bor. Pelis minus bor. 15 milliondan 17 milliongacha bo'zagimiz bor. 16 million 500 mingdan. Vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Bir joyga olamiz deydigan akalarimiz bo'lsa, telefon nomerini ayting aka. 33lik 357 31 raqamiga aloqaga chiqsangiz, xohlasa buqalar yaxshi sog'lom buqalar. Adres Namangan viloyati 3 tumani Yorqo'rg'on mol bozoridan ozgina tevaroqda. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bo'zoqlarimizga bir hafta yemoq-ichmog'iga yashir kasalligi 3 kun garantiyasi bor. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like tugmasini bosib, podpiska bo'lmaganlar podpiska bo'lib qo'yasizlar.